Salom, hurmatli tomoshabinlar va qadrli obunachilarim. Bugungi videoni zudlik bilan boshlamoqchiman. Chunki hozir aytadigan ma'lumotlarim sizning kelajagingizga, oilaviy byudjetingizga va umuman hayot sifatiga juda katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. May 2026 yil. Bu sana hozirdayoq ko'pchilikning xayolini band qilyapti va bu bejiz emas. Bugun biz pensiya jackpoti deb nomlangan hodisani, aniqrog'i kimlarga aynan 2 barobar ko'tarilishi kutilayotganini batafsil muhokama qilamiz. Bu sizga tegishli bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin, lekin har biringiz bu ma'lumotni bilishingiz shart. Shunday ekan, videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Agar hali kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna tugmasini bosing va ushbu muhim videoga like qo'yishni unutmang. Bu menga siz uchun yanada qimmatli ma'lumotlar tayyorlashga turtki beradi. Muammoning mohiyati shundaki, ko'p yillar davomida pensiya tizimida muayyan barqarorlik kuzatilgan. Ya'ni har yili inflyatsiya darajasiga qarab pensiyalar ma'lum bir foizga indeksatsiyalar edi. Bu odatda aprel yoki sentabr oylarida amalga oshirilardi va pensiyaning sotib olish qobiliyatini saqlab qolishga qaratilgan edi. Misol uchun, agar inflyatsiya 10% tashkil etsa, pensiyalar ham shu foizga yoki biroz yuqoriroq darajaga oshirilardi. Bu oddiy va tushunarli mexanizm edi. Lekin ko'pchilik uchun bu o'sishlar hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashga yetarli emasdi. Dorilar narxi, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat mahsulotlari narxlari tezroq o'sayotgandek tuyulardi va ba'zi pensiyalar amalda inflyatsiya ta'sirini qoplashga ham ulgurmasdi. Natijada ko'plab pensionerlar har oyda moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishardi. O'zlarini bir narsadan mahrum qilib yashashga majbur bo'lishardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgarmoqda. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini tubdan qayta ko'rib chiqishga qaror qildi. Gap nafaqat inflyatsiya darajasini qoplaydigan navbatdagi indeksatsiya haqida ketmoqda, balki qo'shimcha maqsadli va sezilarli oshirishlar haqida ham. Bu tashabbusning ildizlari chuqur. So'nggi yillarda iqtisodiy o'sish sur'atlari oshgani, byudjet imkoniyatlari kengaygani sababli hukumat nihoyat eng ehtiyojmand qatlamlarni qo'llab-quvvatlash uchun real choralar ko'rishga qodir ekanligini angladi. Yangi dasturga ko'ra 2026 yilning may oyidan boshlab ikki xil turdagi oshirish bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi. Birinchisi bu barcha pensiyalar uchun an'anaviy indeksatsiya. Ikkinchisi esa ma'lum toifadagi fuqarolar uchun moliyaviy ahvolini tubdan yaxshilashga qaratilgan maqsadli qo'shimcha to'lov. Bu aynan o'sha 2 barobar oshirish degani, oddiy qilib aytganda. Ba'zi pensionerlar uchun nafaqat inflyatsiya qoplanadi, balki ularning pensiyasiga jiddiy miqdorda qo'shimcha mablag' ham qo'shiladi. Bu ayniqsa uzoq yillar vijdonan mehnat qilib, lekin kam maosh olgan, yillar o'tib pensiya miqdori minimal darajada qolib ketgan insonlar uchun juda katta yordam bo'ladi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu pensiya jackpoti kimga nasib etadi? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi lozim? Eng avvalo shuni ta'kidlamoqchimanki, barcha pensionerlar umumiy indeksatsiyadan baribir foyda ko'radilar. Ya'ni 2026 yilning may oyida pensiyalar umumiy tarzda, masalan, inflyatsiya darajasi bo'yicha 9% ga oshirilishi kutilmoqda. Bu har bir pensionerning cho'ntagiga qo'shimcha mablag' olib kiradi. Ammo 2 barobar oshirish yoki jackpot degan tushuncha aynan ma'lum toifadagi fuqarolar uchun mo'ljallangan. Kimlar uchun bu 2 barobar oshish haqiqiy bo'ladi? Birinchi toifa uzoq yillar davomida uzluksiz mehnat stajiga ega bo'lgan, lekin shu bilan birga nisbatan kam maosh olgan fuqarolar. Ko'pincha bu qishloq xo'jaligi sohasida, ta'lim va sog'liqni saqlashning quyi bo'g'inlarida ishlagan insonlar bo'ladi. Misol uchun, 40 yil dehqonchilik qilib, har doim minimal ish haqiga yaqin maosh olgan ayol. Uning pensiyasi hozirda minimal pensiya miqdoridan biroz yuqori bo'lishi mumkin. Ammo u ko'p yillik mehnati evaziga munosib hayot kechira olmaydi. Yangi dastur aynan shunday holatlar uchun yaratilgan. Keling, konkret bir misol ko'rib chiqaylik. Ismi Rohat Opayosh, 52 yosh mehnat staji, 2 yil, kolxozda oddiy ishchi, so'ngra fermer xo'jaligida mavsumiy ishchi. Hozirgi pensiya miqdori 20 ming. Ilmin so'm Rohat opaning pensiyasi umumiy indeksatsiya bo'yicha, masalan, badaniga oshsa 10 ming so'm qo'shiladi va armagan 210 ming so'm bo'ladi. Ammo uning uzoq yillik mehnati va past maoshi inobatga olinib, unga maqsadli qo'shimcha to'lov, deylik, 30 ming so'm ajratiladi. Natijada Rohat opaning umumiy pensiyasi 20 ming, 220 ming plus 30 ming, 1 ming, 5 ming so'mga yetadi.
Bu deyarli 37 barmoqlik o'sish degani. Tasavvur qiling. Bu uning hayotiga qanchalik ijobiy ta'sir ko'rsatadi. U endi dorilarga bemalol pul sarflashi, meva-chavani ko'proq xarid qilishi, hatto nabiralariga kichik sovg'alar olib berishi mumkin. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan shaxslar, ayniqsa bolalikdan nogironligi borlar yoki uzoq yillar birinchi guruh nogironi bo'lib kelayotganlar, ularning ko'pchiligida mehnat staji yetarli emas yoki umuman yo'q. Pensiya miqdori esa har doim minimal darajada bo'lgan. Misol ismi Azamjon yosh 55 yosh mehnat staji 10 yil birinchi guruh nogironligi sababli to'liq ishlay olmagan. Hozirgi pensiya miqdori 906 ming. 1 million so'm Azamjonning pensiyasi umumiy indeksatsiya bo'yicha 10 mingga oshsa, do'qidan taksibun so'm qo'shiladi va 1 million 70 ming so'm bo'ladi. Unga nogironligi sababli maxsus maqsadli to'lov masalan 2020 ming so'm belgilandi. Uning pensiyasi endi 1 ming plus 2020 ming 20 ming so'mga yetadi. Bu deyarli 35% oshish. Bu miqdor Azamjonga o'zining maxsus ehtiyojlarini qoplashda, dori-darmonlar sotib olishda va kundalik hayotini yengillashtirishda juda katta yordam beradi. Uchinchi toifa o'quvchisini yo'qotgan oilalarning voyaga yetmagan a'zolari yoki talabalari. Bu odatda oilaning asosiy daromad manbai bo'lgan inson vafotidan keyin vujudga keladigan og'ir moliyaviy vaziyatdir. Yoshlar ta'lim olishda yoki oddiy ehtiyojlarini qondirishda qiynalishlari mumkin. Misol ismi Sevara yosh, 19 yosh, universitet talabasi, otasi vafot etgan, onasi ishlamaydi, ukasi bor. Hozirgi pensiya miqdori 800 ming. 1000 so'm onasi va Sevara uchun birgalikda. Sevaraning pensiyasi umumiy indeksatsiya bo'yicha 11 mingga oshsa, 4,5 ming so'm qo'shiladi va 935 ming so'm bo'ladi. Ularning oilaviy ahvoli va Sevaraning talabaligi inobatga olinib, oilaga qo'shimcha 200 ming so'm ajratiladi. Natijada oilaning umumiy pensiyasi 935 ming plus 200 ming, 1 million 135 ming so'mga yetadi. Bu yordam Sevaraning o'qishiga, o'quv materiallari sotib olishiga va ukasining ehtiyojlariga sarflanadi. Xavotir olmasligi kerak bo'lganlar kimlar? Agar sizning pensiyangiz allaqachon yaxshi darajada bo'lsa, ya'ni pensiyaga chiqishdan oldin nisbatan yuqori maosh olgan bo'lsangiz va hozirgi pensiya miqdoringiz mamlakat bo'yicha o'rtacha pensiyadan ancha yuqori bo'lsa, siz umumiy indeksatsiyadan foyda olasiz. Ammo maqsadli qo'shimcha to'lovga ehtimolga ega bo'lmaysiz. Bu dastur, takror aytaman, ijtimoiy jihatdan eng zaif va ehtiyojmand qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Misol uchun sobiq yuqori lavozimli amaldorlar, katta tadbirkorlar yoki yuqori malakali mutaxassislar, ularning pensiyalari shundoq ham yuqori bo'lgani sababli ular maqsadli qo'shimcha oshirishdan mahrum bo'lishlari mumkin. Ular faqat umumiy indeksatsiyadan foyda ko'radilar. Ya'ni ularning pensiyasi ham o'sadi, ammo bu 2 barobar oshish ularga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun pensiya miqdori mamlakat bo'yicha o'rtacha pensiya miqdoridan 2 yoki undan ko'proq marta yuqori bo'lgan fuqarolar ehtimol qo'shimcha maqsadli to'lovga ega bo'lmaydilar. Bu adolatli yondashuvdir. Chunki byudjet mablag'lari eng avvalo ularga ko'proq muhtoj bo'lganlarga yo'naltirilishi kerak. Endi esa bu dasturning ayrim noaniqliklari, tuzoqlari va ko'zdan yashirin jihatlari haqida gaplashaylik. Har qanday yangi tizimda bo'lgan kabi, bu yerda ham e'tibor berish kerak bo'lgan muhim nuanslar bor. Birinchidan, 2 barobar oshirish degani bu sizning pensiyangizning hozirgi miqdori 2 barobar ko'payadi degani emas. Bu umumiy indeksatsiya va maqsadli qo'shimcha to'lovning yig'indisi sizning pensiyangizni sezilarli darajada, ya'ni 2 barobarga yaqinlashtirishi yoki undan ham ko'proq foizga oshirishi mumkinligini bildiradi. Ba'zi odamlar xato tushunib, agar hozir 20 million so'm pensiya olsam, ertaga 2 million bo'ladi deb o'ylashlari mumkin. Yo'q, bu noto'g'ri. Yuqoridagi misollarda ko'rganingizdek, bu o'sish 35-40% atrofida bo'lishi mumkin. Bu juda katta yordam, lekin aniq 2 barobar emas. Ikkinchidan, bu maqsadli to'lovlarning aniq mezonlari va miqdorlari hali yakuniy ravishda tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Hukumat dastur loyihasini ishlab chiqadi, ammo deputatlar uni muhokama qilib o'zgartirishlar kiritishlari, ba'zi shartlarni qat'iylashtirishlari yoki aksincha kengaytirishlari mumkin. Sizga ma'lumotni yetkazishimdan avval barcha normativ huquqiy hujjatlar loyihalari bilan tanishib chiqdim. Ammo har doim ham so'nggi soniyada o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasining rasmiy e'lonlarini diqqat bilan kuzatib borish juda muhim. Masalan,
uzoq yillik mehnat staji tushuncha uchun minimal muddat aniqlanishi mumkin. Ya'ni kimdir 30 yillik stajga ega bo'lsa, u kirmaydi, lekin 35 yillik stajga ega bo'lganlar kiritiladi. Bunday mayda, ammo muhim detallar hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Yoki kam maosh olgan degan tushunchaning chegarasi aniq belgilanishi mumkin. Masalan, ish stajining katta qismida o'rtacha oylik ish haqi mamlakatdagi o'rtacha ish haqidan etimli bandidan past bo'lganlar kabi. Uchinchidan, bürokratik to'siqlar. Har qanday yangi dasturning joriy etilishi ma'lum bir qiyinchiliklar bilan birga kechadi. Pensiya fondi xodimlari katta hajmdagi hujjatlar bilan ishlashga majbur bo'ladilar. Bu esa jarayonni biroz sekinlashtirishi mumkin. Shuning uchun, agar siz o'zingizni ushbu toifaga kiritayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizni oldindan tayyorlab qo'yish, agar mavjud bo'lmasa, to'g'rilash choralarini ko'rish juda muhim. Masalan, ba'zi bir ish joylaridan mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlar yetishmayotgan bo'lishi mumkin. Yoki arxivlarda ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bu holatlarda pensiya jamg'armasi bilan oldindan bog'lanib, qanday yo'l tutish kerakligini bilib olish maqsadga muvofiq. 4-dan, adolatsizlik holatlari ham yuzaga kelishi mumkin. Ba'zi fuqarolar o'zlarining xuddi shu toifaga kirishga amin bo'lishadi, ammo yakunda ular rad javobini olishadi. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Hujjatlarda xatolik, ma'lumotlarning yetishmasligi yoki pensiya jamg'armasi xodimlarining xatosi. Bunday vaziyatda shikoyat qilish mexanizmini bilish va o'z huquqlarini talab qilishdan cho'chimaslik kerak. Yodingizda tursin, sizning haqqingiz bor. 5-dan, bu maqsadli to'lovning davomiyligi qanday bo'ladi? Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, bu bir martalik yordam emas, balki pensiyaga doimiy qo'shimcha tarzda berilishi rejalashtirilgan. Ya'ni sizning pensiyangiz miqdori doimiy ravishda oshgan miqdorda bo'ladi va keyingi indeksatsiyalar ham yangi, oshirilgan miqdordan hisoblanadi. Bu juda muhim jihat, chunki bir martalik to'lov faqat qisqa muddatli yengillik beradi. Ammo doimiy o'sish moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirishingiz mumkin deb o'ylasangiz, darhol harakat qilishni boshlang. Kutib turmang. Hujjatlaringizni tartibga soling. Bu birinchi va eng muhim qadam. Sizga shaxsiy pasportingiz, mehnat daftarchangiz, pensiya guvohnomangiz kerak bo'ladi. Agar nogironlik bo'lsa, nogironlik guvohnomasi va tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi. Agar boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi bo'lsangiz, vafot etganlik haqidagi guvohnoma, oila a'zolarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari kabi hujjatlar kerak bo'ladi. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ba'zi hollarda mehnat stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari ham kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa mehnat daftarchasida yozuvlar yetishmayotgan bo'lsa. 2. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Hozirdayoq borib maslahat oling. U yerda sizga yangi dastur haqida batafsil ma'lumot berishlari va aynan sizning holatingizda qanday hujjatlar kerakligini aytishlari kerak. Murojaat qilganingizda o'zingiz bilan barcha mavjud hujjatlarni olib boring. Ulardan ro'yxat bo'yicha talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini olishga harakat qiling. Bu kelajakda ortiqcha yugur-yugurlarning oldini oladi. Ariza yozish tartibini aniqlang. Ko'pgina hollarda maqsadli qo'shimcha to'lov avtomatik tarzda hisoblab chiqilishi kerak. Ammo ba'zi hollarda, ayniqsa sizning ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi bazasida to'liq bo'lmasa, qo'shimcha ariza talab qilinishi mumkin. Shu sababli pensiya jamg'armasi xodimlaridan bu haqda aniq so'rab oling. Kim biladi, ehtimol may 2026gacha bu tartibni optimallashtirishadi va hamma narsa avtomatik tarzda bo'ladi. Ammo ehtiyotkor bo'lish ortiqcha bo'lmaydi. Dort ma'lumot kanallarini kuzatib boring. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, shuningdek televideniya va radio orqali beriladigan rasmiy e'lonlarni diqqat bilan kuzatib boring. Har qanday yangilik yoki o'zgarishlarni bilish siz uchun juda muhim. 5. Agar rad javobi olsangiz, uning sababini aniq bilib oling va shikoyat qiling. Agar siz o'zingizni ushbu toifaga kiraman deb hisoblasangiz, ammo sizga maqsadli qo'shimcha to'lov rad etilsa, rad etishning yozma asosini talab qiling. So'ngra yuqori turuvchi organlarga, masalan, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi yoki sudga murojaat qilish huquqingiz borligini unutmang. Bu kabi holatlarda yurist bilan maslahatlashish ham foydali bo'lishi mumkin. U sizga shikoyatni to'g'ri tuzishda va o'z haqqingizni himoya qilishda yordam beradi. Shuni ham eslatib o'tish joizki,
Barcha ma'lumotlar rasmiy manbalardan olingan va tasdiqlangan. Ammo yakuniy qarorlar qabul qilinishida ba'zi o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini yodda tuting. Shuning uchun doimo rasmiy yangiliklarni kuzatib borish juda muhimdir. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi. May 2026 yil ko'plab pensionerlar uchun haqiqiy jackpot bo'lishi mumkin. Bu ularning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu o'sha insonlar uchun adolatning tiklanishi. Mehnatlari va qiyinchiliklari uchun munosib rag'batdir. Yana bir bor aytaman, ushbu ma'lumotlar siz uchun muhim bo'lsa, videoni yaqinlaringizga, ayniqsa keksa qarindoshlaringizga yuboring. Ular ham bu imkoniyatdan xabardor bo'lishlari kerak. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizningcha kimlarga aynan shunday 2 barobar oshirish kerak? Pensiya tizimini qanday yaxshilash mumkin? Siz bu yangilikni eshitib nimalarni his qilyapsiz? Har bir izohingiz men uchun qimmatli. Videoga like bosishni unutmang va agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta kanalimga obuna bo'ling. Kelgusi videolarda yana ko'rishguncha sog' bo'ling.